Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ChatGPT'ning yana bir yaxshiroq ishlatilish usulini bir ko'rsatmoqchiman. Bilasizlar, statistikadan dars beraman. Shu darslarda Mario Triolaning Elementary Statistics kitobidan foydalanaman. Shu saytına kirsam, saytida mana Excel fayllar turgan ekan. Yordamchi Excel fayllar. Yani bu Excel fayllarni Triola kitobning ichida ishlatgan. Shularni tushirib olamiz. Mana ustunda bosdik ve zip faylimiz keldi. Save as deymiz. Desktop deb o'zimizning ishchi stolimiza qayd qilib olamiz. Mana qayd qilib oldik. Qayd qilib oldik. İçini ochamiz. İçini ochsak Excel degan papka bor ekan. Buni ishchi stolning ustuna olamiz. Ve endi ziplangan faylni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Yine shuning Excel'ini oldim men ve ChatGPT'de şu yerdagi şu 36 fayl bor ekan bu yerda. 36 faylni ichida har qaysisida bir listdan ma'lumot bor. Ko'ribsizlar, bir list. Shu bolalarga tarqatish uchun, oson bo'lish uchun mana ikkinchisini ochamiz. Unda ham bir list. Oson bo'lish uchun shu 36 fayl emas, hammasini shu listlarni olib bir faylning ichiga qo'ysak 36 listli bir fayl bo'ladi. Bir faylni bilasizlar, jo'natish oson, birovlarga yuborish oson, foydalanish oson, hamma vaqt bir yerda turadi, yo'qolib ketmaydi va hokazo. Shu ishni hozir ChatGPT yordamida qanday qilamiz? Men shu 36 faylni hammasini ma'lumotlarni ChatGPT bizga birlashtiradigan bir forma yozib berish kerak. Shuni men ChatGPT'ga yozdim. Fayllarni birlashtirish uchun bir kod yozib ber dedim. Bu ChatGPT mana shuning Visual Basic'da kod yozib berdi. Kodni olamiz. Keyin yangi Excel fayl ochamiz. Yangi Excel fayl ochdik. Mana endi Alt F11 ni bosamiz. Visual Basic'ning oynasi ochiladi. Shu yerda yangi modul ochamiz ve yangi modulga bize haligi ChatGPT'ning yozib bergan kodini tashlaymiz. Qaranglar, ChatGPT oz yozmadi. Juda bir ikki varaq, balkim 2 varaqdan ham ko'p narsa yozib berdi. Endi keyin shu kodni ishlatamiz. Mana ishlatdik. Shu yerda bir nima bor edi? Makro bor dedi. Makroni ishlataman dedi. Ishlat dedik. Qaranglar, makro ishladi. Makro ishladi. Ve hozir fayllarning nomlarini birlashtirib bir faylga yozib tutdi. Mana 24, 25, 26, 27, 36 edi. Oxirlab qoldi. Mana bajarildi, saqlandi. Zakitragan desktop Excel all in one Excel deb saqladi. Endi buni yapamiz. Kerak emas, saqlanib qilmasin. Buni ham pastga tushiramiz ve Excel papkaning ichiga kiramiz. Kirib qarasak, shu yerda all in one degan bo'lishi kerak. Shuning papka bo'lishi kerak. Mana all in one. İçini ochib ko'ramiz. İçini ochsak mana ko'ribsizlarmi? Sheetlarni, listlarni hammasini o'zining nomi bilan bizga saqlanib etib berdi. Control page up bilan mana listlarda klaviatura yordamida o'tishlarimiz mumkin. O'tsak oxirigacha kelamiz. Mana yoki boshigacha body data birinchi turibdi yine. Food height ikkinchi turibdi. Ko'ramiz, mana bu yerga kelsak body data, food height ve hokazo. Endi nima qilamiz? Bu fayllarni o'chirib tashlashimiz mumkin bemalol. Shu yerda all one deganni qoldiramiz, all in one'ni. Qolganini o'chirib tashlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, 36 fayldagi ma'lumotni bir faylga ChatGPT yordamida to'pladik. Endi ko'pchilikda savol bor edi. AI bizning o'rnimizni, ish o'rnimizni oladimi, yo'qmi?
işsizlikka sabab bo'ladimi, yo'qmi degan savollar bor edi esingizda bo'lsa. Demak, AI haqiqatda kod yozuvchilarning o'rnini, ishini hozir ko'rdingizlar o'zingiz oldi. Endi Visual Basic'da yozish kerak bo'lgan narsani AI menga bu yerda 10, 15, 20 sekundda yozib berdi. Endi shu bu degani ertaga hammamiz ishsiz qolamiz degani emas. Shu AI'ni ishlatib biladigan kadr bo'lishingiz kerak. Har xil nimalar bor. Искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektlarning har xilisi bor. Grok bor, Copilot bor, Microsoftniki, Grok, Elon Muskniki, ChatGPT bor va hokazo va hokazo sun'iy intellektlar bor. Bularni kim yaxshi ishlatib bilsa, shu oyoqda turib qoladigan mutaxassis bo'ladi deb o'ylayman. Конечно, bu mening subyektiv fikrim. Shuning bilan sizlar bilan poylashmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha yaxshi qoling.